Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bu videoda Instagram akkauntimizni mangulik o'chirib o'tish to'g'risida so'zlaymiz. Burun bevosita shunday o'chirib o'tgan bo'ldi. Hozir Instagram gumpishiltib vaqtli o'chirgan qilib qo'ydi. Balkim ba'zi odamlar ishtiqay hajalanib o'chirib keyin asli keltirmaslikni oldin o'ylagan bo'lishi mumkin. Ammo yana ba'zilar bor buni faqatlam butun izimizni o'chirib o'tish uchun qanday mana shu Instagram akkauntni faqatlam o'chirib o'tadigan. Odatda qanday qilamiz deganda bir tor betdan instagram.com ga chiqib, ya'ni kompyuterdan. Telefon chiqsangiz ham bo'ladi, bir browserda tor ko'rikdan Instagramni login qilsiz, appdan emas, bir browserdan login qilsiz. Ammo kompyuterga qilsangiz yaxshi. Ondan edit profile ga kirsiz. Bu yerga kirib, miya qarsangiz ostida temporarily disable my account deb bor. Buni bassangiz vaqtli o'chirib turadi. Qisqa muddatlik. Hamda uzun muddatli qanday, ya'ni mangulik demakchi uzun muddatli degani. Uni qanday o'chirmaydi deganda, biz yeniga shu browserning yeniga Instagram yordam markazini ochamiz, ya'ni help checkit instagram.com. Buni olsak help center, ya'ni yordam markaziga yechildi. Buningda manage your account. Manage your accountni besib delete your accountni tanlasak 3 xil tanlash chiqadi. Buningda qanday? Birinchisi temporarily, ya'ni vaqtli o'chirib o'tish, ikkinchisi anaqadan biroqlam o'chirib o'tish, mangulik. Buni o'chirganda ostiga tushib delete your account. Bu bet chiqadi, sababini tanlaymiz. Masalan, nima uchun o'chirib o'tsa deb. Qolgan bir sababni tanlab, ana degan sizlardan maxfiy nomerni qayta kirgizishni so'raydi. Maxfiy nomerni qayta kirgizgandan keyin delete accountni besib olsanglar, ya'ni bir oygacha sizlarga bir vaqt berdi. Bir oydan keyin qanday? Bir oygacha yana kirsak, qayta login qilib yana kirsak buningga yana yulib ketmaydi. Ammo bir oygacha kirmasangiz, mangulik yulib ketadi. Hech nimani asli keltirib olmaydi. Shuni yetkizib ola. Men adresini choplab qo'ymay astiga. Mush adresdan bevosita kirib yuvasangiz bo'laveradi. Buni deep link deydi. Ya'ni cho'nqur ulanish deb. Odatda Instagram buni bevosita ma'vo tor yuzda uli ko'rsatmaydi. Faqat o'sha orqali yuvasangiz bo'ldi.